Assalomu alaykum hurmatli yoshlar, kelin poshshalar, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamasdan, bu issiq kunlarda lohas bo'lmay, ilik uzildi payti keldi o'rtoqlar. Bugun o'tirib ovqat qilamiz desak, hamma bir ovozdan tovuqdan nimlar qiladigan oyijon deyishdi. Mana idishimda o'sha kunday kala solsam bir dunyo yog'i chiqibdi. Shuni mana hozir eritdim. Mana. Ozgina mana chisildan so'varamiz. Keyin shunda ko'taradi, ana tushdan ko'p. Mana shisaqani. Mana qo'yamiz-da. Shu uydagi bor masalliqlardan deyman-ku, uvol qilmaslik yo'li. Mana voy. Bunun kedini çıkışını, kırıyatınligini, kedini o'zi ishtahasi ochadi. Manutlarimiz yuvilgan toza. Shu toni 3-4 ta anaqasi tushib ketdi. Xullas dimlama boshladim. Ani kuni ham ko'rsatuvdim dimlama, u go'shtli dimlama edi. Bu to'g'ri dimlama mana. Yuvib, tuzlab, ziralab, kashinchlab qo'yishgan mana. Tayyor. Shuni olib, hozir solib qovurib yuboraman. Bismillahirrohmanirrohim. O'ta menimcha 2 kilodan oshiqroq. Nimaga ko'p qilamiz? Bolalar ishxonaga olib ketishadigan bo'lishdi, o'shaning uchun sal tikroq so'raman. Yaxshilab qovurib tashlasak, keyin so'qollarni bostirishni boshlayveramiz. Qovurib tashlaymiz. Mazasi yaxshi bo'ladi. Qo'g'ni o'zimiz qovurib olamiz bo'ldi. Yaxshilab. Mana qovuraveradi. Men bir pati deb o'ylamanglar, bu yog'i o'rtasida yog'i chiqadi. Yog'ini anaqasi mana. Pati emas, kelinim oyijon pati deydi-yu, pati emas. Mana. Sekin qovurilaveradi bu. Biz bu yerda ishimizni qilaveramiz. Tovuqimiz qovurilyapti. Sekin sabzi olib qo'ydik, sabzilar уже gullashni boshlabdi. Pat chiqarib, anaqa nima deydi? Sizlarda ham shunaqami? Bundan ya kerak-kerakini olish kerak edi. Domda endi balki uchastkada muzday anaqa o'ralar bo'ladi. O'sha yerda saqlash mumkin. Xolodilnigimiz to'laydi, bu yoqqa olib qo'ydik. Bir xilla so'raydi, nimaga mana shunaqa mayda to'raysiz? Dimlamaga katta-katta to'ralardi o'zi. Men endi mana bu bolalarga ovqat berishadi shundan. Bo'ldi 3 ta edi. Yo'q, 3 ta kam. 2 ta toramiz hozir endi. Shu bolalarga ezib beradi kartoshkasi bilan deb o'rtasiga solaman-da. Biraz bu tiqvaraman xullas shunaqa qilib. Yaxshi pishadimi, keyin bolaga bersa bo'ladi-da. Dimlamay. Buni ham qilaman degan ikkita men ko'zimda ko'p ko'rmoqda-da, bu kam. Yana ikkita nima archivarsiz. Ha. Mana qizaryapti. Qizarib olsin yaxshilab. Bu yoqda
sabzini to'rab qo'ydim mana. Sekin ustiga solamiz, hozir yaxshi qizarib olsin. Keyin bitta savol beribdilar, kommentariyada yozibdilar. Kelinlaringiz siz etgan ovqatni qilmasa nima qilasiz deb. Nima deb o'ylaysiz? Men etgan ovqatni qilmasa nima qilishim mumkin? Haydab boradi deb o'ylaysizmi? Baqiradi deb o'ylaysizmi? Mana sizga savol bergim keldi-da, nima qilishim mumkin? Men etgan ovqatni qilmasa. Mana hali ham shu turishda hozir kelinlarim etgan ovqati bo'lyapti. Nima qiladi? O'zi sharoitdan kelib chiqib qiling deyman, bir xilda men aytgan ovqat boshqa bo'lib, boshqa ovqat qilib yuborishadi. Voy, ovqat bo'lsa bo'ldi, aylanib ketaysizdan. Kim qilsa ham chiroyli qilib, shirin qilib yeydigan ovqat bo'lsa bo'ldi. U men ovqatni qiladimi, o'zini ovqatini qiladimi, uvol qilmasa bo'ldi menga. Yana hozir ham men umuman boshqa ovqat yetuvdim, boshqa ovqatga aylanib ketdi. Shuni qilinglar, oyijon, shuni qilinglar, shuni qilinglar deyishdi. Mana shu hozir ham shu kelinlar aytgani bo'lyapti. Shu qiziqibdilar-da, kim ekanlar bilmayman. To'g'ri savol endi. Mana masalan qiziqqanlar, masalan, etgan ovqatingizni qilmasa nima qiladi? Hech narsa qilmayman, tayyor ovqatni yeb o'tiraman. Baraka topinglar deyman, bo'ldi, nima deyman. To'g'ri, endi men aytgan ovqatim ro'zg'orimga to'g'ri kelmay qolishi mumkin bir xilda. O'shanda ro'zg'ordan kelib chiqib qilishaveradi. Bir xilda hali suyuq ovqat ketma-ket bo'lib qolsa, oyijon suyuq ko'payib ketdi, quyuq qo'yarishadi. Bir xilda surpriz deyishadi. Nima ovqat deyman, qilasizlarmisam surpriz. Uyga kelganda bilaman nimaligini. Farqi yo'q, uvol bo'lmasa bo'ldi, shu ovqatda shu bor masalliqlardan yasab, chiroyli qilib tortsa bo'ldi keladi. Shunaqa, o'sha hozir savol esimga tushib qoldi-da. Kim ekanlar bilmayman, hozir otlari ham esdan chiqib qoldi. To'g'ri savol berganlar. Bir xil endi qiziqadi endi baribir. Buni negativga olmaymiz, bu to'g'ri savol. Shunaqa gaplar. Hozir ham sal qovurilsin tovuq. Bir xil anaqa deydi, nima deydi desammikan. Dimlama bo'lgandan keyin shundoq terib, shundoq qilish kerak deydi. To'g'ri, lekin hozir hech kimga hech narsaga anaqa ishonch yo'q. Qaysi ma'noda tovuqlarni qovurib yegan yaxshiroq baribir, qovurib. Chunki endi bu inkubatorli tovuq deydimi, nima deydi? Bozordan olganmiz, qanaqa katta qilgan, nima qilgan, o'ldirib hamma narsasini. Ha, shancha sal bab obi-tobini berib olish kerak, qovuribsan. Masaliya ham bo'ladi. Ha. Bo'ladi, mana yaxshigina qovurildi hozir shu. Qizil bo'lish shart emas, bu qozon kovat emas. Dimlama o'z nomi bilan dimlama, hamma narsa o'zini so'kida dimlanishi kerak. Prosta men hali nima deydi hozir endi to'g'lida hali qovurib yeyiladigan, meni kallamda qolib ketgan o'sha pandemiya paytida qovurib olaman luboyni. O'sha anaqam nima deydi, kapkirim. O'zgartirgim kelmaydi shu. Nechta kapkir olib keldim. Lekin mashina yaxshi ko'raman. Nima desanglar to'g'ringlar. Mash kapkir qo'limga tushadi. Qo'limdagidagi aralashtirib beradi dedi. Bu ham maza beradi. Bu ham maza beradi desam. Mana endi sabzini solamiz. Bo'ldi mana. Bu yoqqa endi sekin anaqa qilaveramiz. Teras masala. Hisob tashlaysan. Bo'ldi. Mana hech qiyin joyi yo'q. Bor narsadan yasab tashlaverish kerak. Mana oldingi dimlama qilganimda men piyozni tepasiga soluvdim-da. Kimdir aytibdiki, piyozni go'shtdan keyin solgin deb. Qani shularni ham aytganini qilib ko'ringlar-chi. Maylinda qayerga boshqacha ta'm chiqaradi bu. Qizil piyozimiz bittasi anaqa ko'karib qolibdi. O'shanga sovara qolinglar deb. Shu endi hozir tovuqdan keyin sabzi soldim, sabzidan keyin piyoz solaman, piyozdan keyin kartoshka, ustiga ko'klar anaqa to'rab tashlaymiz. Karam, tuzlamagini keltirib
Mana bu ovqatga soladigan yeyishga qiluvdik. Hamma katta bo'lib qoldimi? Xullas ovqatga ishlatyapman. Yeyishmayapti. Ishmayapti ovqatni, rangini chiroyli qilib beradi hozir. Hozir o'shani ham sovursam bo'lar-ku, sabzidan. Uni so'sa ham bo'ladi, mana buni so'masa. Biz endi meni xo'jayinimni qizil ovqat yaxshi ko'radi. Qizil qilib qo'yib beradi. O'shaning uchun bu ham mana-ku pomidor, kuzgi pomidorlardan chiqqan. Mana shuni sovardik. Oldingi eski yog'och qoshuqlarimiz bormi sizlarda ham? O'rs yog'och qoshuqlar. O'zbeklar ham shaqada yegandir, islomiyda, lekin biznikida ham bo'ladi. qalik nima deydi u? Ko'pchilikda bo'lgan. O'rslarda ko'p ko'rganman, kinolarda-da. Yo'q, bizda ham bo'lgan. Yo'q, bo'ladi. Biz sayt paytida bor xonadonlarning hammasida oldin suyuq ovqatlarni mana shunaqalarda ichilardi-da. Hali og'zi kuyib qolmasin deb. Ha. Hozir endi hamma kulturli bo'lib ketgan. Bo'lsa kerak shu. Ishqilib qilingan narsani unaqa bo'lmasa bunaqasiga yediraman-da. Bunaqasi o'zini yeyishmayapti, bunaqasiga yeyishadi. Men bu suvini ham sovuraman, mana bunaqa qilib. Ya uvol bo'lmasin. Shu go'shtlarni anaqasida tam shunday. Kollagen ismoyga. Kollagen. Endi kollagenligi qolmagan bu yog'i. Qaynagan bu, faqat qaynagan bu, qovurilmagan yog'lar deydi. Ana bir ularni ham etganini qilib ko'raychi. Tiga qovurilib yotibdi. Qip-qizil bo'ldi. O'zim qozon, o'zi qo'llarimni yuvganman. O'zim uydagilarga qilyapman. Ana. Mana sog' bo'ldim. Tegini pasaytirib qo'ydik. Endi kartoshkani teramiz. Qo'limdan maqlab qoling. Vaqt pishirib yubormay. Ko'ryapsizlarmi? Sizlarning uslubinglar ham boshqacha bo'lishi mumkin. Endi bizga hozir mana shu yaxshi urdi. Keyin yana bitta savol. Yozganlar, keliningiz ko'p go'sht ishlatadilar deb yozibdilar. Endi o'sha shunga yarasha odam bor-da uyda. Odamimiz bor. Ko'pchilikimiz erkaklar topib tutib olib kelgandan keyin yaxshi yesin deymiz. Ishdan kelgandan keyin kuchli nima deydi? Ovqat yesin deymiz. Jegan jaraydi deydi-ku qaysidir kinoda. O'shanga o'xshab biz yaxshi ovqat qilib bersak, aytganimizdan olib kelib berishadi, ro'zg'orda kamchilik qilmay. Bir xilda o'zimiz olib kelamiz. Oldingi bozorlikni ko'rsatganda ko'pchilik bizda erkaklar qiladi, bizda ham erkaklar qiladi. Lekin ba'zi bir narsalarga o'zimiz tushib, bir xil narsalarni o'zimiz olib kelamiz. Qop guruch ko'tarib yurmaymiz. Un ko'tarib yurmaymiz, yog' ko'tarib yurmaymiz. O'zi yeydigan narsamiz ko'tarib kelamiz biz. O'zimizga kerakli narsa. O'zimizga kerakli narsa. Mayda chudalar. Bizning uyda ham erkaklar olib keladi. Ular olib kelgandan tashqari o'zimiz hali bir nimamiz ro'zg'orda erkakni kutib o'tirmaymiz. Ikkita dona pomidoriga. Ha, kutib o'tirmaymiz. Biz ham harakat qilamiz, biz ham bozor ko'rishimiz kerak, narx-navoni bilishimiz kerak. Glavnisi narx-navo. Narx-navo bilaylik. Erkaklarni topganini anaqa qilamiz. Yuzaga chiqaramiz. Bitta qilib aytganda, bizda ham erkaklar olib kelib beradi. Biz ham hamma narsaga yuguravermaymiz. Lekin endi baribir bozorga chiqsangiz ko'p narsani bilasiz, o'rganasiz. Ati olib yuraman kelinlarni, har xil holat bor. Hozir erkaklar erta ketib kech keladi. Kech kelguncha kutib o'tirmaysiz-ku. Qachon non olib kelar ekan, qachon choy olib kelar ekan, qachon guruch olib kelar ekan qilib. O'sha yo'qmiz, sразу olib kelamiz. Biz ham yordam beramiz, biz ham yeb ichamiz shu oilada. Bu bilan biz erkaklarning ham ishini qilyapmiz. Shu narsalarni shu ayol gapirmasalar bilmas ekanman.
Bitta uyda turgandan keyin ruxsor bo'lgandan keyin o'rganasizda. Hozirgi kelinlarni meniyasi shunaqa. Biza payti kelinlar qaynonam bilan teppa-teng bozor qilinardi. Erkaklar pul topib olib kelib ishga ketardi. Erkaklar kelguncha xotinlar hamma yo'ni qilib qo'yardik. Endi o'zingizga kerak narsani o'zingiz bilasiz har holda. Shunaqa gap. Savolga javob berdim. Endi go'sht ko'p ishlatasiz degani endi bolalar yeyish kerak. Kattalar nima kella qarab o'tiradimi erkaklar yesa. Bizning uyda unaqa yo'q. Hamma o'sha yeyish kerak. O'ladigan dunyoda pulingiz bormi, sharoitingiz bormi, yeyish kerak. Kimdir yozibdi, voy, hozir yemaydiganlar bor. Endi nima qilamiz? Yemaydigan bor deb og'zimizni tikib qo'ya olmasak. Bizning uyda bitta odam ishlab qolganlar qarab o'tirgan joyi yo'q. Bizda hamma ishlaydi. Ikkita kelin ishlamaydi bo'ldi. Qolgan hamma ishlaydi. O'shaning uchun topganga qarab yashaymiz biz. Onamning gaplari bor. Hozir Toshkentliklar bitta maqolni keltirib qo'yay. Yegan og'izga osh, yig'lagan ko'zga yosh deydi. Yeb turgandan keyin, olib kelib turgandan keyin yaxshi ish kerak edi. Go'shtni kelinim ko'p solsa, mendan so'rab, men anaqa qilib soladi. Mayli solavering deyman, ko'rsatib, rejalab soling deyman. Shu erkaklarga chiroyli bo'lsin. Erkaklardan keyin bu yoq ayollar bor. Endi bizning oilamiz katta bo'lgandan keyin ko'proq go'sht solinadi, to'g'ri? O'shanga yarasha topishimiz Xudoga shukr yaxshi. O'shaning uchun yeyishsin deyman men. Hali olib kelib qo'yib, zig'ircha qilib pul bosib yotmayman. Zapasda pulimiz yo'q, lekin Xudoga shukr yeyishimiz yaxshi. Zapas. Keyin bittasi so'rabdilar. Nima debdilar? Uy tutumlaringizni ko'rsating debdilar. To'rxona domda turaman, ikkita kelinimim bilan. Xudo nasib qilsa, Xudo xolisa, bolalarimni dastiga bersa, yana bitta olsak, shu bilan kelasiga yetadi. Uyimni ko'rsatmayman, nimagaki ko'z tegib ketadi. Men shundan qo'rqaman. Ko'z bor narsa. O'shaning uchun uylarimni olmayman, hovlilarimni olmayman. Parranda mushuk kuchugim yo'q. O'zimiz yashaymiz. Hamma uy zaynat. Nima deydi ani? Spalni. Qanaqa men uyimni ochib ko'rsataman? Uyim top-toza. O'shaning uchun osh-ovqatimni ko'rsataman, oshxonamni o't-butini ko'rsataman. Jay ko'rsatgim yo'q. Anaqa qilmang. Uni ko'rsatsam, uni ham aytishadi, voy maqtanmayapti uyini. Deydiganlar ham bo'ladi. To'g'rimi? O'shaning uchun uyimni ko'rsatmayman, xafa bo'lmanglar. Uyim top-toza, to'rxona domda turaman. Xudoga shukr. Hozircha necha yil bo'ldi mana? O'zingizga 5 yil bo'ldimi? 5 yil bo'ldi. Mana 5 yil bo'lyapti. 5 yil oldin kelin olgan bo'lsam, mana ikkita bo'lishdi. Mana o'tirimiz Xudoga shukr. Ko'chaga chuvimiz chiqmay. O'tirimiz, shunaqa gaplar. Yana qanaqa savollar bo'lsa beraveringlar, esimga tushganda ovqat ustida aytaveraman. Savolni kim bergan, niklarni bilasizmi? Qaysi? Hozir go'shtni ko'p Bilmayman kim. Kim bo'lsa ham, yo'q, u noto'g'ri bermagan, to'g'ri. Birovga o'sha ko'p ko'rinadi. Endi men aytib ketaylik demoqchiman-da, mana shu odam. Yo'q, endi o'zlari ko'radilar-yu, ko'radilar. Bilib oladilar. Bilib oladilar, otlarini, niklaringiz, u gaplaringizni men tushunmayman. O'zbekcha qilib gapiring, o'zbekcha. Ismlari, YouTube'da ismlari. Xullas kalon shunaqa gaplar. Savollaringiz bo'lsa beraverasizlar. G'iybat demanglar, hali bir qozon ustida kelib qoladi-da endi. Sochqa payt qanaqa qilib gaplashamasizlar bilan. Shunaqa gaplar, savolingiz bo'lsa beraveringlar. Esimga tushganda beraveraman. Mana endi ko'klar qoldi, karam qoldi. Karam yengilguchi oxirda solamiz, ezilib ketmasin deb. Bu yoqqa zira bilan chesnoklarni, eski chesnoklar bor. Sovardim, tuzlamagini sovardim. Ustiga hozir ko'k solaman. Voy, otilishini qarang. Svejiydi, ham qarang otilib ketishini. Katta to'g'risanglar ham bo'ladi. Katta chiqadi. Ani bolalar shuni ham olib tashlaydi-da, kerak bo'lsa-ni. Kichkinamiz. Hozir jimjit. Mazasi yo'q bolalarni. O'shaning uchun o'zim ovqat qilaman, borib aylantirib keling dedim bolalarni. Kelamiz, kichkina kelin bilan ovqat qilamiz mana. Ko'chada birpas aylantirib keling bolalarni dedim. Chiqib ketishdi.
O'zim ko'pirib ketyapman. Mana nimadir demoqchi edimda, o'sha kommentda yozilgan bitta gap bor edi. Shuni ham gapirib o'taman dedim, tavba qildim. Sizlar ham shunaqamisizlar? Kirdi chiqdi bo'lib qoldim. Bir bor esimdan chiqib qolyapti gaplar. Nimanidir aytaman dedim. Yaxshi gap edi. Ha, yaxshi ko'raman sizni. G'oyibona gaplaringiz yoqadi deydi. Shu gapni menga ko'pchilik gapiradi. Hali ishxonada ishlab o'tirsam, hali olib sotib kelib qoladi deb bir xilla narsa sotib tirikchilik. Bittasi bir kun o'tiribdi-da. Men aytdim, kimnidir kutib o'tiribsizmi dedim. Aytsam, yo'q deb kulyapti menga. Ha dedim, chaqadingizmi desam, yo'q deb kulyapti yana. Nima qilib o'tiribsiz unda desam, voy sizni gapingizni eshitib, maza qilib o'tiribman de, opa maylimi birpas o'tirsam deydi. Kim aytdi, mayli o'tirsangiz o'tiravering, o'tirganingizga ne o'tiribsiz deb so'radim dedim. Mana ham kecha qilingan ovqatni zelini, Kashlich. ha, kashlichmidi? Ha. Hozir chiqayotganlar tez ishlatishimiz kerak, bo'lmasa bari qo'rayib bir nima bo'lib qoladi. Mana bu cheslovni tepasini yeymiz, pastini ovqatlarga solamiz. Yaxshi kommentlar yozishgan, rahmat. Hamma o'zimni ko'rmasam ham, ko'rishmasa ham yoqtirib ko'rishayotgan ekan. Shu kelinlar ojon qilgan. Mani yo'q, umuman vaqtim yo'q bu narsalar. Endi mana 2-3 kundan beri barnishnidaman. Sal mazam yo'q edi. Ko'zim og'rib qoldi, shamollatib qo'yibman. Shunga uyda o'tiruvdim. Mayli qozonni menga bera qolinglar dedim. Ishinglar bo'lsa ishinglarni qilinglar deyman. Shunda ham bittasi kimni qarashadi, artishga, tozalashga, mana shunaqalarga qarashib turishadi. Shunaqa gaplar. Go'shni gapirdim. Nimani yana gapirmoqchi edim? Nimadir bor edi. Ko'proq chiqing debsizlar. Ko'proq chiqishga ilojim yo'q-da, chunki ishlayman. Kelinlarga ish qolmaydi ko'proq chiqsangiz. Ko'proq chiqsam kelinlar nonini olib qo'yaman. Hali bizga hech kim pul to'lamaydi. Endi ana oyijon anaqa yig'ib bering, prosmotr qiling, bir nima qiling, do'rada ana orasi o'zi qoz bolasi bilan bo'lib qoldi, katta kelinim. Ikkita bolasi bilan. O'shaning uchun ham mayli uyda o'tirganimda bekor o'tirmaydingmi? Sizlar meni kasal bo'lishimga ham qo'ymaysizlar deb qo'yaman. Hali kasal bo'lib yotgim keladi deb qo'yaman. Men qiziqmayman misol uchun. Men qiziqmayman-da. Ha. O'shaning uchun ko'p olmayman videoga. Ha, videoga kichkina kelinni anaqasi katta kelin qiziqadi. Necha yildan beri aytadi, shu bu yil amalga oshdi, bu yildami? Men kelganimdan keyin. Amalga oshdi. Men o'sha endi yegan ovqatimizni hammaga ko'rsatamizmi derdim men. Yordamchi qarasak, keldi, ha, endi hozir qarasak hamma yosh shunaqa ekan. Mayli endi shular qiziqyapti. U boshida ham aytdim, qancha qiziqishar ekan. Qancha qiziqtirdilar. Meni ham qiziq. Men kommentariyalarni o'qimaza qilaman. Negativchilik yo'q, asabiylashib ketaman. Voy nima ishi bor ekan, uni deyman. Shunaqa qilib kunimiz o'tyapti. Video olishga kelganda jim bo'lib qoladilar. Kommentariy, yomon kommentariyalar aytmaydilar. Yo, mayli yomon yozsa ham o'shanga yaxshilikka harakat qilasiz. O'sha yomonligi ham yaxshilikka harakat. Shunday. O'shaning uchun mayli Xudo xayrini bersin. Yomon yozsa yozaversin. Yomonni yaxshi bo'ldi desa ishonma, o'ldi desa ishon degan gap bor-da. O'sha yomon yozgani uchun chiqyapti, oyijon. O'shaning uchun atay qaytargan chiqdi. Ya, uning uchun emas, endi uyda bo'lib qoldim-da. Xudo xayrini bersin. Bizani tanimaydi, men uni tanimayman. Kim nima yozsa yozaversin. To'g'ri, endi u ham ichidagi gapni gapirib oladi, bir xil anaqa qiladi. Voy maqtamay o'l deydigan bor. Bu yerda maqtanadigan narsa yo'q. Bu faqat ovqatni qozonimni ko'rsatyapman. Endi hammani ko'ngilni baravar ololmaysiz, bir xil so'raydi-yu, baribir. Oling deydi. To'g'ri, endi men karamni solib yuboraylik. Mana bo'ldi. Qaynab chetidan suvlari ham chiqdi. Nima deydi, kuni kecha mastava qiluvdik. Mastavani guruchini alohida qaynatamiz. Bir kosacha qolgan ekan. Tashlavormayman mana. Bunday sovardim. Bu hozir qaynab chiqib, u ham o'ziga qo'shilib,
qolgan ovqatlarni tashlab yubormayman. Hali oldin voy u anaqa yeb bo'lmaydi, organizm anovudi, manovudi deyilardi. Keyin mana hozir domlalarimiz ham baraka topsa etib chiqishyapti-yu, qolgan ovqat ichingizga shifo bo'lib kirar ekan. O'shaning uchun hali bir xil ertasiga hali tashlab yuboradi. Bizda unaqa yo'q. Iloj bo'lsa isitib yeymiz. Agar sal ko'proq bo'lsa, endi bu quruq suv edi, go'shi bilan. Shuni sovardim mana burchedi mana ko'ryapsizlar mana. Shuni sovardim. Hozir anaqa bo'ladi. Bizanikilar suvli dimlamani yaxshi ko'radi. Bir xil quruq dimlama bo'lsa, bizaniki suvli dimlama. O'shani sovardim. Mana menimcha tomon tugadi. Shu bilan ustini yopib qo'yamiz. Pishganda gaplashamiz. Hamma narsani soldim mana ichiga. Sog' bo'linglar, ko'rishamiz yana suzayotganda mabodo ko'risha olmasak, Kechqurun yakunlab. ha, kechqurun nima qilib yakunlab qo'yamiz. O'zi ovqat suzayotganda nima bo'lib qolamiz-da, Erkaklar bordi urgul. erkaklar kelib qoladi, bolalar nima bo'lib qoladi, shu bilan hali kiptiga keltirib bitta o'zim yashamayman. Uyimizda odam ko'p. O'shaning uchun hammani ko'nglidan kelib chiqib, bu bizning oxirgi ishimiz bu. Blok olish. Birinchi oila ro'zg'or hamma narsani joyiga qo'yib, keyin qilamiz. Hali to'g'ri buni olib, buni qo'yib qilish bizdan chiqmayapti, kamdan-kam holatlarda. Chunki shunga majburmiz. Hali aytadi-yu, oila byudjetiga zarar kelmasin deydi-yu, xuddi shu gap shunga to'g'ri keladi-da bizaga. Mana chet qaynayapti, hozir bitta hamma yoq qaynaydi-yu, keyin past qilib ustini yopib qo'yaman. Ana sog' bo'linglar, mabodo ko'risha olmasak, taninglar, sog' bo'lsang, savollaringiz bo'lsa yozaveringlar. Sizga o'xshab qaynana bo'laman deganlar, Xudoyim, Xudovanda bo'linglar. Mendan ham zo'r qaynana bo'linglar. Tinchlik, xotirjamlikda ko'rishinglar. Ha. Mana jiyanli ish qilmayman, mana ko'rdingizmi? Hali bitta qilib bitta atmayman-da mana. Ko'ryapsizlarmi? Hozir men ovqat qildim. Bu yerda hammasini kichkina kelin tozalab qo'yadi. Ali bir xillali bitta qilib bitta yuvib, bitta qilib bitta yuvishga mani anaqam yo'q. Mana tozalab oladi, lekin hamma yog'imiz top-toza turadi. Xudoga shukr, uyimizda chichiqon, tarakan degan narsalar yo'q, jonzotlar yo'q. Xudo o'zi asrasin. Agar shaltoq bo'lsa bosib ketardi. Ha, voy. Bir xillal uyga kiring, ko'ningiz ketib qoladi. Shunaqa. Hozir mana tozalab olib, ovqatgacha bitta pilisoz, ovqatdan keyin bitta pilisoz qilamiz oshxonani. Mana qoldi bular, hozir kichkina kelin yig'ib terib oladi. Mana hurmatli dugoshlar, kelin boshlalar ovqatimiz pishdi. G'ala g'ovur boshlandi, suzib oldik. Mana suvli bo'lib bir chiroyli chiqibdi, karamlari. Mana karamlari, butun zo'r bo'lib karamlarni. Suvli bo'lib zo'r chiqibdi. Kelinglar. Bizga osh bo'lsin, shifo bo'lib kirsin. Sizlar bilan yana xayrlashamiz. Tinchlik, xotirjamlikda ko'rishinglar. Hammaga yaxshilik tilayman. Xayr, sog' bo'linglar. Like bosinglar, podpiska bo'linglar bizaga.